aptekada bo'layotgan voqea. Aka-uka onaga dori olyapti. Esimga tushdi, yetib ketdik. Aka-uka onaga dori olyapti. 5 million so'mga dori oldi. 10 ming so'm yetmayapti. Aptekar aytayapti, bera olmayman deydi. Voy inson, 4 million 990 ming berdim-u, 10 mingiga ishonmaysanmi? Hozir tashlab ketaman, onamga dori olib ketdik. Sen qarama qarshi ekansan. Uyga qaytsam vaqt o'tadi. Yo'q. Uzr, kamera turibdi, mana kompyuterga tushmasa, bizni ishdan oladi. Aka turibdi. Bir tiyin bermagan ekan. Mana hujjatim, 10 ming so'm. Uyalib ketyapman deydi hali yigit. 10 ming so'mga olmayapti aptekar, lekin undan yomoni jigarim bo'lgan bitta onadan tug'ilgan akam, 10 ming men beraman demayapti. Ber 10 ming. Qoraga ish bitdi, onam yaxshi bo'lib ketdilar. Onam telefon qilib, tezki akang mazasi qochib qoldi. Uyga borsam deydi, bolalar televizor ko'rib o'tiribdi deydi. Akam naryoqda harsillab yotibdi deydi. Jiyanlarim yetdimi? Adangga qaramaysan? Ha, kasallar yotibdi, dori ichdilar, hozir yaxshi bo'lib ketadi. Yig'lab yordim deydi. Nega? Onamga 10 ming so'm ilinmading, mana bugun bolalaring ahvoli. Televizor ko'rib, sasib yeganni yeb, ichganni ichib yotibdi, adam dori ichib yotibdilar deydi. Mehr yo'q deydi. Men dunyoda ko'rib qo'ydim, ota-onasi uchun bermaganni jazosini. Shuning uchun azizlar, agar biz bolalarimizni berishga o'rgatmasak, ertaga qaraganimizni bizga ham bermaydi. Mayli bermasin. O'zi bilan o'zi bo'lsin, Xudo bizga bersin, lekin hayot mehr muruvvatdan iborat. Ana shu ma'noda zakot insonni xasislik va baxillikdan ketkazadi va bolalarimizni o'rgatadi.